Lekin savolim javobsiz qolib ketdi. Bo'ldi, uni aytamiz. Hozir tezda egasini chaqirmasak musiqasi chalinyapti. Demak, aziz do'stlar, bizning ko'rsatuvimiz yana bir mehmon bor. Kardiologimiz. Mana, qarang, men odatda Doston Ubaydullayevni eshitganman xonandan, lekin kardiolog Doston Ubaydullayev borligini to'g'risi endi bilishim. Demak, kardiolog Doston Ubaydullayevni biz studiyamizga taklif qilamiz. Lekin mana ovozi ham o'chdi. Marhamat, bemalol taklif qilamiz. Ular budilnik qo'yib qo'ygan. Shukran, to'xtab qoldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday o'tirasiz? Assalomu alaykum. Siz qurilmalari sizdan Assalomu alaykum. qo'rqar ekan. Doston Ubaydullayev degandek o'chdi darrov. Shunaqa. Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Aha. Yaxshi. Bunga budilnik qo'yganmidingiz? Shunaqa. Qoyil. O'zini vaqti bor, bu yurakka o'rnatadigan batareyka hisoblanadi. O'zi batareyka tugagandan keyin shunaqa signal berib turadi. Bu o'zi batareyka tugagan, ya'ni bu ko'rgazma uchun olib keldim. Ha, bu ko'rgazma uchun, hozir hech narsa sinab ko'ra olmaymiz, to'g'rimi? Yo'q, shunaqa. Qani, boyadan beri qiziqyapman-da. Mana qarang, 21 yillik tajriba haqida endi maslahat berayotgandek, hattoki qurilma ham ishga tushib ketdi-da. Ha, o'sha joydan davom Judayam etaylik, ta'sirli. keyin so'raymiz, ha? Aha. Nima bu? Bu yurak o'zi bilsanglar, bu elektr toki natijasida qisqaradi. Shu elektr tok sistemasi buzilganda bu apparat yordamga keladi. Ya'ni buni o'zini maxsus simlari bor. U simlar yurakka kiritib qo'yiladi va yurak shu apparat yordamida bir maromda uradi. Shu uchun bu apparat kerak bo'ladi. Yurak ritmini bir maromda urishiga demak xizmat qilar ekan. Xizmat qiladi. Odatda hozirgi kunda masalan tromblar deymiz yoki infarkt, insultlar deymiz, ancha yosharib ketib qoldi-da. Shularni oldini olish uchun sizdan ham 3 ta tavsiya eshitaylik. Bunaqa. O'zi buni oldini olishdan avval uni kelib chiqish sabablarini bilishimiz kerak. Nimadan kelib chiqadi? Bu oddiygina bizning hayot tarzimizdan kelib chiqadi. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ya'ni bir necha sabablari bor. Bular birinchisi bu kam harakatlilik va ortiqcha vazn. Kam harakat bo'ldiki, ya'ni qon tomirlarda yog'lar yig'ilib, o'sha tromblar paydo bo'lishi mumkin. Keyingisi zararli odatlar. Biz e'tibor bermaymiz. Ko'pchilik sigaret chekadi yoki chekish natijasida ham tomirlarda tromblar paydo bo'lishi mumkin. Keyingisi bu nasliy moyillik, ya'ni avlodda bo'lsa shu kasallik keyinchalik bolalarda ham erta rivojlanishi mumkin. Buni oldini olish uchun bir necha tavsiyalar bor. Birinchisi bu stressdan uzoqroq yurish kerak. Keyin har kuni iloji bo'lsa harakat qilish kerak. Masalan, ko'pchilik aytadi, men ishda 5 kilometr, 10 kilometr yurdim. Bu yetarli bo'lmaydi. Albatta, kunning birinchi qismida yoki kunning ikkinchi qismida piyoda yurish talab etiladi. Yarim soatdan 1 soatgacha piyoda yurish bu yurak kasalligini anchagina kamaytiradi. 5 kilometr demak kammi bir kunda? Albatta, o'zi 15-10 kilometr odatda yurish kerak. 10 kilometr yurish kerak. Endi mana bu yurganimiz hisobmasda, ishga borib, mashinangizga o'tirib, magazinga tushib yoki nimadir qilganingiz. Shunaqa alohida yurish. O'sha ham o'zi kardiologlar, faqat mutaxassislar piyoda yurish haqida gapiryapmiz. Rahmat. Mana hozir guvoh bo'lyapmiz. Masalan, stent qo'yish ham aynan sizni sohangizga to'g'ri keladi-ku, to'g'rimi? Masalan, stentni foydali va zararli tomonlari haqida ham aytib o'tsangiz. Xo'p, stentni foydali tomoni o'zi stent nimaga qo'yiladi? Bu infarkt holatida yoki yurak tomirlari to'liq yopilgan holatda qo'yish mumkin. Ya'ni tasavvur qiling, qon tomirini bu quvur. Quvurda bilamiz, uzoq vaqt qaralmasa, e'tibor berilmasa, ular to'lib qoladi. Stentni vazifasi shu to'lib qolgan joyni ochib, ya'ni qon oqimini tiklash. Stentni odatda zarari bo'lmaydi, chunki bu organizmga moslanuvchi metalldan qilinadi, u moslashib ketadi, faqat undan keyin ba'zi dorilar bor, shularni doimiy ichib yurilsa, stentni hech qanaqa zarari yo'q. Foydasi infarktni oldini olish mumkin yoki infarkt holatida infarkt уже kuzatildi. Kuzatilgandan keyin infarktni yengil o'tishini ta'minlash uchun. Ya'ni infarkt tezroq tuzaladi. Bilamiz, avval infarkt bo'lsa, reanimatsiyada 10 kun, 15 kunlab yotgan, ya'ni bunaqa texnologiyalar bo'lmagan. Hozir stent qo'ysa, qon oqimi tezroq tiklanadi va yurakning ko'p qismi o'lmay qolgan bo'ladi. Shu o'lmay qolgan hujayralar qon qayta kelish natijasida yana o'z maromida ishlaydi. Mana ko'p harakatli kerak dedingiz-ku, to'xtamay harakat qilib, kam uyqu, to'xtamay ishlash ham zarar bo'lishi mumkinmi yurakka? Buni o'ziga yarasha zarari bor. Bu agar uzoq vaqt davom etsa, 10 kun, 15 kun davom etsa, bunaqa holat bu surunkali charchoq sindromini kelib chiqaradi. Surunkali charchoq sindromi bu shu uzoq vaqt ishlaydigan, asabiy holatda bo'lgan bemorlarda, ya'ni odamlarda kuzatiladi.
bu holat ham keyinchalik yurakka, miyaga va qon tomirlarga ziyon yetkazishi mumkin. Yana bitta savolim bor. Mana har bitta organizm dam oladi, misol uchun, lekin yurak hech qachon to'xtamaydi-ku. To'g'ri. Unda dam olish uchun o'sha charchog'ini chiqarish uchun qandaydir mashqlarmi yoki nimadir dorilarmi, nima qilsa? Orada to'xtatib tursangiz bo'ladi. Yo'q, Avval aytib o'tganimdek, yurakni dam olishi uchun piyoda yurish va sayr qilish bu juda ham yoqadi, yoqadi, ma'qul va yetarli uyqu ham yurakni dam olishiga yordam beradi. Biz bilamiz, harakat vaqtida yurak ko'proq qisqaradi, tinch paytda uxlaganda yurak kamroq qisqaradi va shu paytda yurak o'ziga kerakli ozuqalarni to'plab dam oladi. Juda oson ekan azizlar, juda oson. Piyoda ko'proq yurish, harakat qilish, vaqtida uxlab, ko'proq dam olish. Bu juda ham kerakli narsa. Vaqtingizni boshqa narsalarga sarflamay aynan shuni qilsangiz va bilganlaringizga eng muhimi amal qilsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi.